yaqinda bo'lib o'tgan voqealar, musofirchilikni bo'yniga olgan hamyurtlarimiz, hozir aytganimdek falakni gardishi, taqdirning taqozosi, tirikchilik deb o'zimizni yurtimizdan o'zga yurtlarga ketdinglar. Maqsadinglar tinchlik, maqsadinglar xotirjamlik, bola chaqamizni boqiylik, orzu havas qilaylik, birovdan kam bo'lmaylik deb Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, Rossiya yurtlarida, Qozog'istonlarda yurib tirikchilik qilayotgan vatandoshlarimiz bor. Bireylarni aka deb murojaat qilaymi? Bireylarni ota deb murojaat qilaymi? Aziz yurtdoshlarim, vatandoshlarim, aka-uka, opa-singil, yor birodarlarim, yaqinda bir narsani eshitib, Moskva shahrida o'zbek millati bilan boshqa millat vakillarini o'rtasida bo'lgan mushtlashish, hattoki qon to'kilganligi, odamlar o'lganligini eshitganda yuragimiz ezilmadimi? Bu narsa bizning millatimizga juda chiroyli eshitildimi? Yurtimizda sizlarni kutayotgan otalaringlar, sizlarni kutayotgan onalaringlar, aka-uka, opa-singillar, farzandlaringlar borligini unutmanglar. Qatta bo'lsa ham musofirligimiz esimizdan chiqmasin. Bizning millatimiz qo'l ko'targan millat emas. Bizning millatimiz qon to'kkan millat emas. Bizning millatimiz yetimni boshini silagan millat. 41-yillar, 42-yillar vagon yetimlar O'zbekistonga kelganda uyini to'ridan joy berib, bir burda nonni baham ko'rgan millat. Yetimni ko'zidan yoshi oqqanda ko'zidagi yoshini artgan millat. Shundoq millat o'zga yurtlardan mushlashish, qon to'kish, o'zbek bilan boshqa millatning o'rtasida ixtilof chiqdi degan gapni eshitish bizni yuragimizni ezib qo'ydi. Yurtboshimizga ham, sizlarning orqanglarda turgan ota-onalarga ham, millatdoshlarga ham bu gapni eshitish og'ir bo'ldi. Shuning uchun sizlardan iltimos, biz faqat yaxshilik bilan tanilgan insonlarning farzandlarimiz, odamlarga yomonlik qilmagan, xalqni doimo yaxshilikka boshlagan ehsonli xalqmiz. Boshimizni yostiqdan ko'targandan to'yxonalarning oldida qancha odamlar to'planib, doshqozonda elga osh bergan, elni duosini olgan xalqi bollarimiz. Shuning uchun qattiq bo'lishimizdan qat'iy nazar, musofirchilik esimizdan chiqmasin, musofirligimiz esimizdan chiqmasin. Odamlarga tilinglardan, qo'linglardan aziyat yetmasin. Bizning millatimizni ko'rganda odamlar havas bilan qaraydigan millat vakili bo'lishni Alloh nasib etsin.